Men ketdim. Qayoqqa ketyapsan? Anvar bilan top o'ynayman. Ana to'p alkashda o'ynayapsanmi? Uni dadasi alkash emas, suvatchi. Va unga qo'shilma, uni otasi alkash. Mana jo'ram bo'lgan yoshida, tushunyapsan? O'g'li ham alkash bo'ladi. Bundan ko'ra ayrim o'g'li baliga qo'shil. Men dadam boy, kuchli, masjidasi hammasi bizniki. Men dadam baquvvat har kuni ertalab tosh ko'taradi, chopardi. Bir ursachi, kuchga o'p deb o'lib qoladi. Kim bu arabada? Tanimayman. Nariyoz mashinlikda o'g'liga qo'shilding, buni otasi yolg'onchi, o'g'li yolg'onchi. Shunga qo'shilib yolg'onchi bo'lsan sen. Undan ko'ra aynan o'g'li baliga qo'shilgan yaxshi bola. Kuz, qayt qimirda. Sana Akmal befarosatga o'g'liga qo'shilyapsanmi? U ham otasi shunaqa edi. Bilan bitta davrada o'tira olmasdi. Farasatsiz. Undan ko'ra aynan o'g'li baliga qo'shilgan otasi mushuk odam. Nima qilyapsan? Tepada. Sen cho'ntagingda pul o'g'irlashni o'rganibsanmi? Sen otash o'g'lini o'g'liga qo'shilib, o'g'irlikni o'rganibsan. Tushundingmi? Sen ana o'g'li baliga qo'shilgan. Tushundingmi? Bugun ham qo'shilasan. Qo'shilaveraman. Qani, dadam aytdi, sen bilan o'ynar ekanman. Sen dadang erkak odam ekan. Voy, zo'rku, endi birga o'ynaymiz. Salom, papasham. Senga Alini o'g'li valiga qo'shilganmi? Qizlarga qo'shilib yuribsanmi? Yo'q, siz aytgandek Alakani o'g'li baliga qo'shildim. Ali, sen o'g'illi bo'lganmisan yo qizli bo'lganmisan? O'g'illi bo'lganman, prosta qiz farzand kutgandim-da. Ay, yuragim. Ay, qattiq og'riydi-ku.